Mavzu: inson nutq organlari haqida asosiy tushuncha. Inson nutq organlari inson nutqini yaratish va ifodalash uchun ishlatiladigan anatomik tuzilmalardir. Inson nutq a'zolariga til, lablar, tishlar va og'iz bo'shlig'i kiradi. Til so'zlarni aniq talaffuz qilishda eng muhim rol o'ynaydi. Tilning harakatlari tovushlarning shaklini o'zgartiradi va nutqni ifodalashda yordam beradi. Lablar ovoz chiqarishda va tovushni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ular ba'zi tovushlarning chiqishi uchun yopiladi va ochiladi. Tishlar va og'iz bo'shlig'i. Tishlar ba'zi tovushlarni, masalan, s, t, d va boshqalarni shakllantirishda yordam beradi. Og'iz bo'shlig'i va palat tovushlarni va tovushning rangi va balandligini o'zgartiradi. Odamning nafas olish apparati, nafas olish jarayoni asosan diafragma va o'pkalar orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon tovush chiqishi uchun zarur bo'lgan havo oqimini ta'minlaydi.